ovqatga o'chirit ko'rganman, zapravkaga o'chirit ko'rganman, lekin chinniga o'chiritni birinchi marta ko'rishim. Bu nimadan deb o'ylaysizlar? Albatta, birinchidan sifat juda zo'r, ikkinchidan arzon narxlar, uchinchidan xalqni ishonchiga kirgan brend hisoblanadi. Ya'ni bitta chinni olib ketgan insonlar ishlatib, mazza qilib, sifatini ko'rgandan keyin qayta kelib idishlarni xarid qilishadi. Shunday ekan, o'rtoqlar, men sizlarga chinnichi do'konida yangi aksiyalarni e'lon qilaman. Mana buni qaranglar, qanaqa chiqibdi. Shunaqa asal gullilaridan kelgan 10 xil, xohlaganingizni tanlab olasiz. Qaytek ularga shunaqa chiroyli turadi. 60 ta predmet, 12 kishilik, tarelkalari kattagina, 7-9 razmerda. Atigi 599 ming so'mdan chinnichi do'konidan olib ketsanglar bo'ladi. Shunda 6 talik bilan 4 talik orasidagi farq 3 ming so'm bo'ladimi? O'rtoqlar, qaranglar. 6 ta piyola xarid qilsanglar 38 ming so'm, 4 tasi esa aksiyada 35 ming so'm. O'zi bularning narxi qimmat bo'lgan. Lekin shunaqa asal kechagina shuna bor 599 ming so'm turganda, qaranglar, 6 kishilik juda ham chiroyli, har qanaqa oshxonaga mos tushadigan naborimizni bugundan sizlar uchun 39 dollarga aksiyaga qo'yib qo'ydik. Masalan, mana bu naborni qaranglar, chashkasi ham bor, piyolasi ham bor ekan. Sho'nli idishlarni juda ham yaxshi ko'raman. Qaranglar, skromnilikni yaxshi ko'radigan, bogatый narsalarni yaxshi ko'radigan jo'nkalar uchun ekan. Mana bu tez chashkasini topib beringlar, gap eshitasizlar yaxshigina. Vashi boshqacha bogatый. To'g'risi, syomka qilishi iloji bo'lmayapti, chunki ko'rib turibsizlar, do'konda odam juda ko'p. Umumiy hisobda 10% dan 70% gacha chegirmalar bo'lib o'tmoqda. Hattoki ba'zi narsalarni zararga ham sotib tashlashyapti. O'shanga srochno kelib ulgurib olinglar. Bunaqa bomba aksiya faqatgina chinnichi do'konida bo'ladi. Hammalarni kutamiz. O'ting. Aytgancha o'rtoqlar, agar bulardan arzon narxda qayerda ko'rib qolsanglar ham, sizlarga narxini tushirib berishadi yoki bo'lmasam pulinglarni qaytarib berishadi. Esinglardan chiqmasin.